Hozir aytishyapti-da, ashtadan gul olib kelib qo'yamisan deb. Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? O'shadan gul olib kela olmayman yo'q? Olib kela olmaysan. Olib kela olmayman. Jahon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bilmasam, ko'ramiz. Sizchi? Ziyod aka? Ko'rdingiz shuni o'g'irlayapmanmi? Haddan gaplashtirdik. Gaplashtirganim yo'q. Tekinga oldimmi, to'g'rimi? Mana syomka qildim, buncha bilan gaplashtirgan. Просто aytdim, men o'g'irlab ketishim kerak hozir dedim. Zo'r. Zato olib keldim. Olib keldik. Pulni bering. Mana 20 ming oldim. Mana. To'g'ri aytdim, bu gulli pul edi. Gulli hozir 20 ming sotib oldim. O'g'irlaring o'g'irlik bu yomon. Menga hozir aytishyapti.